Bizda yana qaysi sohalarni rivojlantirish hozir ko'zda tutilyapti? Albatta, Uchqo'rg'onni haqiqatan chegara ochilishi bu Uchqo'rg'on tumanini demak imijini yana oshirdi bu sohada, ayniqsa o'sha xalqaro aloqalarni mustahkamlashga. Bu esa mana shu Qirg'izistondan va boshqa davlatlardan oqimlarning sayyohlarning oqimini ko'payishiga turtki bo'lyapti. Hozir birgina misol tibbiy turizm juda ham jadal rivojlanib kelyapti. Ayniqsa mana shu qo'shni davlatlardan o'zlarini sog'liqlarini tiklash yoki tibbiy diagnostika masalalarida juda ko'plab o'sha mijozlar kelishyaptiki, bu yerda Uchqo'rg'onda yangi qurilayotgan o'sha sanatoriyalar yoki tibbiy diagnostika markazlari mana shu chet ellik sayyohlarga, ayniqsa mana yaqin qo'shni davlatlardagi sayyohlarga o'zlarini sog'liqlarini tiklash bilan birga mana shu Uchqo'rg'ondagi turizm maskanlarida dam olish imkoniyatlarini ham beradi. Rahmat.